yechimiga bo'lish kerak. Xo'p, qarang. Birinchi ishlayapmiz. Bu x oldi turibdimi? Qovus ochishim shartmi? Yo'q, o'zi mana qovus chiqarib tayyor berib qo'ydi. Faqat bitta ishi bor. 5 o'ng tarafga nima qilamiz? Olib o'tamiz. A kvadrat minus necha bo'lib qoladi? 5. 0 dan 5 chiqsa minus 5 to'g'rimi? Mana bu narsa mana o'rnida turibdi. Bu-chi? Yechimga ega bo'lmaydigan degani yechimi yo'q degani. Ildizga ega emas degani. Nima решение degani. Uchinchisi A nimaga teng bo'lsin? B teng emas. B o'rnida bizda 5 turibdimi? Minus 5 ishlatishim shartmi? Yo'q. Minus 5 sondir, shundoq 0 ga teng emas. A nimaga teng bo'lsin? A kvadrat minus 4 teng bo'lsin nimaga? A kvadrat teng bo'lsin nechiga? 4 ga. Nimaning kvadrati 4? 2 ning yana 4mi? Sog'lom. Hozir buni yozib qo'yaman. Minus 5 haqiqatan teng emas nimaga? Buni ishlamaysiz, shuna turaveradi. Shu javobni ko'ra minus Yo'q, shoshmang. 5 tushunsiz? Yechimiga bo'lmagan qiymatlari ko'paytmasi. Ya'ni A teng 2 da, A teng minus 2 da tenglama yechimga ega bo'lmaydimi? Shu qiymatlari ko'paytmasi degani ikkalasini bir-biriga nima qilish kerak? Ko'paytmasi deyapti, qo'shasiz. Tushundingizmi? Mana bu narsaga to'g'ri Yig'indisi desa qo'shasizlar, ayirmasi desa ayirasizlar. Nisbati desa ayirsa bo'ladi. Ramiz. Nima ramiz? Tushundinglarmi? Shunga javob bor. Xo'p, keyingisi. Şimdi agar A kvadratni 4 ga qisqartirib qolsa bo'lmasmi? Ko'paytiramiz yo'q faqat chiqqanini ko'paytiramiz. A kvadrat anaqa teng 4 ga qisqartirib turibdi-yu. Mana topib, shuninglarni yechishimiz kerak birinchi. To'g'rimi? Bu misol qilib o'zi berildi. Biz shu misolda yechdik. Bittasi 2 bo'ladi, bittasi minus 1. Sening tushunish mana shu joyda. O'sha kvadratni. Anami? 16 bo'lganda nima bo'ladi sening javob? Va? 14. Tenglamani ildizlari natural son bo'ladigan ning barcha qiymatlari yig'indisini qo'llaydi. Qarang. Men o'qigan shartimda birontasini o'qidimmi? Yo'qmi? Endi o'zimiz ishlaymiz. Ya'ni tenglamada x topish nima qilardik? n kvadrat minus 12 ni bo'lardik nimaga? n ga mana tenglamada misol uchun 4x 7 turgan bo'lsa, x topish uchun 7 ni 4 ga nima qilamiz? 4 o'rnida n turibdi. 7 ni o'rniga mana bu narsa turibdi. Tushunarli? Bundoq qolsa bo'ladimi? n kvadrat taqsim n 12 taqsim n deb yozsam bo'ladimi? Mahrajlari bir xilmi? Minus bo'lsa yana shu narsa kelib qoladimi? Mana bu kvadrat bilan endi nima qiladi? Nima qoldi? n minus 12 taqsim n. Tushunmaydi? Ana endi shartga qaytamiz. Buni sizlarga ishlagan, mana shunga o'xshagan. Olishga tushadi qo'ydi. Tenglamaning ildizlari natural son bo'ladigan n ning barcha qiymatlari yig'indisi. Ya'ni n ga biz hozir natural son qo'yamiz. Javobi natural son chiqishi kerak. Sizga tushdi? Natural son ichida boshlanadi. Ikkinchi vaqtda. To'g'ri to'g'ri yashasan. 12 ga bo'lingan soldi. Bir qo'ysam, bu 1 bo'ladi. 12 ni 1 ga bo'lsam 12 mi? 1 dan 12 ni ayirsam minus 11. Minus 11 natural son. Yo'q. Bo'ldi ismi işte. 2 qo'ysaylar. 12 ni 2 ga bo'lsam 6. 2 dan 6 ni ayirsam Jonathan tushundingiz? 3 qo'ysam 12 ni 3 ga bo'lsam to'g'rimi? 3 dan 4 ayirsaylar minus 4 kelyaptimi? Yo'q. To'g'ri qo'ysam 12 ni 4 ga bo'lsak 3
To'rtdan 3 ayirsa n o'rniga 4 qo'yamiz. To'rtdan 3 ayirsa 1. Endi To'g'ri keladimi? yana 6 qo'ysam bo'ladimi? 12 ga bo'ladigan songa qo'yasiz. 12 dan 6 ga bo'lsa 2, 6 dan 2 ayirsa nechi qoldi? 12 qoldi. 12 ni 12 ga bo'lsanglar 1, 11 dan 12 dan 1 ayirsanglar nechta ekan? Targizlar yig'indisini toping. Bilan qo'shish kerak. Tengman ildizlari natural son bo'ladigan n'ning barcha qiymatlari yig'indisi. N'ni aytayotgan. N bo'lsa mana 4, 6 ni 12 ni bir-biriga nima qilish kerak? 20. N'ning dot. Mana bilan qo'shib qo'ymaydi. Ildizini nima yapti? 20. 12 bu. 12 bu. 11 emas. Bir 12 ekan. Tushunarli? Qiyin emasmi? Böyle salsan. Natural son değil mi? Natural son. 15. Tenglama kaning qanday qiymatini yechimga egamiz. Yana mana bu shart aytayotgan yechim yo'qdi. 3-shartmi? Birinchi buni esdan chiqaramiz. Oddiy tenglama ishlaganda ishda olamiz. To'g'rimi? Xo'p. Bunga umumiy mahraj nima keladi? 6. Xo'sh, 3 bilan 2 ga 6 bo'ladi, to'g'rimi? 6 ni 3 ga bo'lsam 2. 2 dan 6 ni 2 ga bo'lsam yozaman. 2 cos 2 k x plus 3, to'g'rimi? Teng bo'lsin 3, Minus 2. to'g'rimi? Cos olamiz. 2 kere 2. 3 kere 2 6. bu 3k minus 3 kere 2 6 plus 3x'ni ko'paytirsak 3x. tushunarli. Yana o'sha qoida. Hamma x'larni x bilan birga turganini ham chapga yig'aman, qolgani o'ngga. 4 ta kx, to'g'rimi? X bor chunki. Buni ham x bormi? Chap tarafga Minus 3x. 3k minus 6. Bu ham o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Ikkalasidan. Aslında sağlam bağlı. 3 kat, 4 kat tuttu. Mesela 3 kat altın bo'lardi. Birinchisiga. Buni x yo'q-ku. X ligini olib o'tadi. 4kda x bor, o'shaning uchun. Ha, 4 x bor, o'shaning uchun chap tarafda qoladi. Tushundingmi? X ochib ketsam bo'ladimi? 4 ta k minus nechi qoladi? Minus 6 minus 6 minus 12. Qo'shib ketadi. Xo'p, bizga mana bu shart aytayotdim 3. Ana o'rnida. Mana shu. Buchi? Ha, nima bo'lsin? Minus 3 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Qani topish uchun o'ng tarafda turgan son chap tarafga nima qilardik? 3k teng emas 12 gami? K teng emas 12 ni 3 ga bo'lsa 4. qaysi birovlarning har doim teng bo'lib turganmi? Teng bo'lib turgan. Ha, jo'q. Nima savol bor? Buni bo'lib